Turmushidagi kelishmovchiliklari haqida doimiy ravishda ota uyiga aytib kelgan kelin bu gal ham yarim tun bo'lishiga qaramay otasiga qo'ng'iroq qilib, qaynotasidan shikoyat qiladi. Qizining ko'z yoshlariga ortiq bardosh bera olmagan ota ayni damda sarxushligi sabab ham darg'azab holda qudasining uyiga bostirib keladi. Ikki quda o'rtasidagi dahanaki tortishuv bir zumda janjalga aylanadi. Oqibatda uy egasi qudasini bir necha marotaba qo'l mushti bilan yuzi va ko'z qismiga urgan. Holat jabrlanuvchining qizi hamda boshqa oila a'zolari ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra jabrlanuvchining o'ng ko'z olmasi og'ir darajada kontuziyaga uchragan, to'r parda ko'chgan, ko'z qovoqlari va sklerozda keng hajmli qon quyilishlari aniqlangan. Eng achinarlisi, ushbu jarohat natijasida jabrlanuvchining o'ng ko'zi ko'rish qobiliyatini butunlay yo'qotgan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Qorako'l tuman sudida ko'rib chiqildi hamda sudlanuvchining aybi o'z isbotini topib, unga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Dastlabki tergov tomonidan sudlanuvchiga qo'yilgan ayb to'liq o'z isbotini topib, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-modda 2-qismining V bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga shu modda bilan 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Bundan tashqari, jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlarni undirish yuzasidan tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirildi. Har qanday jinoyat uchun jazo muqarrar, ammo ushbu hodisa ortidan bir oilaning ajrim yoqasiga kelib qolgani va norasida go'dakning yetim qolganini hisobga olsak, barchamiz uchun o'ylashga majbur qiladigan mavzu hisoblanadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.